Mana nimaga pokistonliklardan xiyonatkor odam chiqmaydi. Bir oy oldin zavodda ishlardim. Boshqa ishdan qaytayotgan paytim juda ham charchagandim. Tasodifan do'stim pokistonlik Alini ko'rib qoldim. Bu darrovda meni oshxonaga olib kirdi va meni darrovda ovqatlar bilan mehmon qildi. Men undan savol berib so'radim. Nimaga menga unaqa ovqat sotib olib beryapsan? Hamma yo'g'ini o'zim to'layman deyapsan. Nimaga desam, sen bir oy oldin zavodimizda ishlab ketgan payting, sen ko'chada ovqat sotib olib yeganding esingda bo'lsa, o'sha payt men juda ham uyalgandim, yordam bera olmaganligim uchun deb aytgandi. O'sha paytda ikkita ovqat zakaz qildi. Ikkovini ham yeb bo'lgandan keyin, ikkovimiz bittadan olib yegandan keyin u endiroda aytdim unga, "Yo'q, bo'ldi, uyga ketdik endi" desam, "O'zim to'layman shoti" desam, "Yo'q, kerak emas, o'zim to'layman" dedi. Chunki meni hisobimdan bo'ldi bu dedi. Endiroda uyga ketayotgan paytimiz to'xta dedi. "Qorning ochmi" dedi. "Hozir ovqatlanding-ku, bo'ldi, meni qornim to'q, endi uyga ketamiz" desam, aytdiki, "Ay yo'q, yana bitta zakaz qilamiz" dedi. "Ofitsiant" dedi. "Ha" dedi. "Keling" dedi. "Yana bitta olib kelib bering" dedi. Xullas aytmoqchimanki do'stlar, gap ovqat haqida emas. Haqiqiy do'stlik pul bilan emas, yurakdan belgilanadi. Shuni bilib qo'yinglar.